Uyimiz o'sha obzorni birga ko'rib chiqamiz keling. Xonadonimizga qadam qo'yishimiz bilan bizlarni ko'rib turibsan o'sha katta mana navis va o'zining yashil zonasiga to'ladi. Bu yerda esa o'ng ko'zda garajimiz avtomobillar uchun maxsus bo'lgan o'zining yashil zonacha bu. Ichkari kirishimiz bilan bizda ajoyib xonadonlar, mehmonlarimiz uchun ajoyib zalimiz bor. Dam olishga xonada qilingan va ikkinchi etajga yo'l olamiz sizga. İkinci etajga chiqarganimiz do'stlar, bizda mana o'ng qo'limizda disk xonalar to'ladi. Mana tomosha qilishlaringiz mumkin. Bu ikkinchi disk xonamiz mana. Tepadan tushayotganimiz yosh o'g'illarimiz uchun alohida xonalar qilingan. Yansiga bo'linib qo'yganlar bizda. Marhamat. Sanuzelimiz mavjud birinchi etajga chiqqan xonalar. Va mo'jazgina podvalchamiz ham mavjud marhamat. Mana yo'llarimiz eng ko'p vaqt o'tkazadigan xonamiz. Boshqa xonamizga marhamat tashib buyurasizlar. Jihozlar saqlash uchun do'konimiz ham mavjud. Marhamat. Sonra endi bizga yashil maydon kutyapti, qani marhamat. Mana bu yerda uy hayvonlariga qiziqadigan va parrandalarga qiziqadigan uchun mo'jazgan joyimiz mavjud. Marhamat, ko'rib chiqamiz. Ana katta. Hovlimizda qo'shimcha joyi bor. Ikkinchi darvoza deymiz, darcha deymiz o'zbekchilikda. Yonga kelsak, mana kladovkalar ham mavjud. Kladovkalarimiz. Skot. Banka saqlash uchun joyimiz mavjud. Agroatimiz uchun qo'shimcha narsa olib kirish uchun darchamiz mavjud. Har bir uyda bo'lgan singari tashqi qo'yish xonamiz mavjud, marhamat. Va sovuq kunlarda nima kerak bizga? Katalogxona kerak albatta. Marhamat. Ko'rib obunachilar, yo'llar juda ham sentral joyga aylanayapti. Yo'llar tushayapti 8 metr yo'llar. Yo'ldan 6 metr gulzor bo'lib turadi, tushayotgan, xohlasalar bu yo'lda restoran qurasizlar, mehmonxona sifatida xohlagan tarzda yashasanglar, maza qilib yashasanglar.